Buni bugun biz jigalarimiz Noxoy Sharituz Inom bozorida, shu Inom bozorida mana jigalarimiz kачествовали, sifatli gilamlarda jigalarimiz o'zimizning talabga javob bergan gilamlar narx-navolarni bilamiz va mana kачествосiga o'zingiz baho beringizlar qadrli yurtdoshlar. Jergan payatingiz oyog'ingiz dam olayotgan gilamlardan biri qadrli yurtdoshlar. 3x5. 3x5. Eni 3, bo'yiga 5. Bu holi qayerdaki? Holi modeli Turkiya, ana производство Tojikistondagi. Tojikistonda o'zidan chiqadi. Ana kачествосini yana bir kelib o'zlari ko'rsin. Yaxshi kачествоli gilamlar. Shunday gilamda siz oyog'ingiz dam oladi. Keyin mana salgina narxi qulayroq, arzonroq chiqadigan gilamlardan. Mana 4 metrlik razmeri. Aha. Mana marhamat tomosha qilingizlar, o'zingiz baho beringizlar. Bu 4 metrlik razmeridan ana narxlari 1200 so'm. Kelsangiz aka, ana sizni nomingizdan kelib gaplashsam 1000 so'mga bemalol olib ketadi. Patlari yuqa emas, ular yaxshi qalin gilamlardan. Ya bilinib turibdi, gilam o'zi sifatligidan bilinib turibdi. Patlari yaxshi qalin gilamlardan. Arzonlari mana aka 600 so'mdan 600 so'mdan to 800 so'mgacha. Sachog'i bor, chiroyli gilam. Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, opalar, singillar, xolalar. Mana bugun o'zlaringiz so'raganlaringizga biz mana bugun holi gilamlarning oldiga keldik. Xolos holi narxlarini bilib o'tib ketamiz jigalarimiz. Mana bugun biz Noxoy Sharituz Inom bozorida. Yanaki Abdulla ukamiz yaxshi niyatda ikkinchi holi magazinni ochibdi qadrli yurtdoshlar. Kimki ish videomizni kuzatgan bo'lsa, hozir men narx-navolarni bilamiz. Keling qani. Yaxshimisiz, sog'misiz? Salomatlik yaxshimi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Mana Qizlobod TV nashadi obunachilar kuzatib turibdi. Gilamlar narx-navosini bir tanishtirib o'tkazsangiz. Kelingizlar aka. Xo'p, mana arzonroq variantlari bor. Arzonroq variantlari, ana kvadratlari 60 so'mdan bitta 3x4 uyingizga olsangiz 700 so'm, 650 so'm pulga tushadi. Arzon variantlaridan. Bu xo'p, keyin yaxshiroq sal variantlari mana bunday patlari baland. Patlari baland, chekalarida sachoqlari bo'ladi. Fason. Любой razmerida bor. Kelasizlar, uyingizda razmerini aytasiz. Ana shu sifatlardan to'g'rilab beramiz. Narxlari 1000 so'm, 1200 so'm, 1500 so'mdan boshlanadi. Sifatiga, razmeriga qarab. Xo'p, bundan yaxshiroq sifatlarga kelsak aka, mana bunday sifatlar bor. Mana bu fasonlarida bor. Bu yana ham bundan ham ulardan ham ko'ra, mana bulardan ham ko'ra yana yaxshiroq sifatlaridan. Ana 1500 so'mdan balandroq narxlari. 1500. 3x4, 3x5 uylarga 2000 dan pastiga bemalol yerdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin toza sifatlari bor aka, Eron, mana bunday Eronilar bor. Eron materiallik. Ana 700 chonaga, 1200 chonaga. Bulardan olsalaringiz kvadratlari 350 so'm, 300 so'm aytiladigani qimmatroqlari shular. Keyin Tojikistonda производстволарdan bor 250 so'm, 200 so'mdan kvadratlari. Bu sifatlardan olsangiz. Xo'p, mana bu materiallari bor, sholk materiallik aralashtiriladi. Mana 180 so'm, 200 so'm kvadrati, 3x4 razmeri 2500, 2200 so'm, 2000 dan balandrog'iga olasiz aka. Yaxshi. Xo'p, hamma razmerlari bor. Mana katta razmerlardan 3,5 metrlik to eni 4 metrlikgacha topiladi aka. Eni 4 metrlikgacha. Kelasiz, rangidan tanlaysiz, qizil, ko'k, oq, malochniy hamma rangidan topib beraman aka. Bular nima narsa bo'lganlar? Mayda-mayda. Bu daroshkalar. Daroshka ana eni 2,5, 2, 180, 1,5, 120, 180likgacha. Hamma razmerdan mana gullarini olib kelib qo'yilgan. Yana ham mana kameraga ko'rinsa agar necha xil ranglari bor. Mana qadrli YouTube kuzatuvchi akalar, ukalar. Xo'p, bu yoqda bu palasmi bular? Nima narsa bular? Bular palas. Palaslar necha pul bo'lar metrovoy? Xo'p, palaslardan olinsa aka, palaslar metri 120 so'mlik sortlari bor. 120 so'mlik. 110, 100 so'mlik. Xo'p, keyin mana bu yerda
arzon sortlaridan agar xohlasa, tashqarilarga mana karavot nimaga olinadi. Karavotlarga. 75-70 so'mdan. Ha. Yana aka mana sayti nomidan kelib gaplashsa, palas gilam nima bo'ladi? Padarkalari bor. Padarka qo'shiladi, eshigini oldiga gilamcha qo'shiladi. Skidka qilib beraman nomingizdan kelib gapirsa aka. Adresni bir ko'rsatib o'tib ketsangiz, qayerdan qayerga keladi, qayerdan qayerga. Adres aka. Xo'p, mana darvozadan kirib keladi Mo'ynon bozordan. Sizlar bu yoqqa o'tdingizlar, nobarat bu yoqqa o'tib, ichkari kiringizlar endi. Ichkari kiringizlar sizlar. Ichkariga o'tingizlar xo'la. Xo'p, katta darvozadan kirib kelganda aka, katta darvoza, Mo'shin darvoza, Inon bozorida katta darvozasidan kirasiz. Birinchi liniyada to'g'rida mana shu magazin aka. Agar iloji bo'lsa o tarafdan olsangiz, yeri kafil qilingan, topib olish osonroq. Ha. Kelsangiz, ana Abdulla ukam deb so'rab kelsa nomingizdan aka, mana shu yerda biz har kuni xizmatda. Abdulla ukam sizga rahmat. Mana qadrli YouTube kuzatuvchi akalar, ukalar, opalar, singillar, xolalar. Mana gilam kerak bo'lsa, xolimi, palasmi farqi yo'q. Mehmonxonadan tortib jigalarimiz tak karavotga to'shag'icha gilam bor ekan qadrli yurtdoshlar. Kelasizlar arzonroq qilib Qizilobod TV kanalidan kelmasa arzon qilib kelishtirib beradi. Adres, manzil mana o'zingiz ko'rasiz. Mana tagi kafelar ekan, kirgan yerlaringizda Lobe nomid gilam bor qadrli yurtdoshlar. Kimki shu videomizni kuzatgan bo'lsa, kelaverasizlar mana. Sho'rgo'dimi gilamini vaqt qo'yibdi. Har doim ochiq turadi. Soat necha ish Har vaqti? doim ochiq, soat ana 7:30 dan to soat 4 gacha aka. Kimgadir srochniy gilam kerak bo'lib qolsa, kechki vaqtda ham jigalar kelib update beradi. O'tgan gilamlaringizda ish vaqti tugagandan keyin ham nomerda yozib qoldirsangiz aka, nomerda любое время telefon qilsin, to'g'rilab beramiz inshaalloh. bo'ldi. Ekranda ko'pdan telefon nomeriga telefon qilasiz, Abdulla ukam sizga xush muomalada chiroyli qilib javob beradi. Kelaverasiz shu yerga. Sog' bo'linglar, o'zingizga hammalarga rahmat, sizga yana bir rahmat. Narxini aytganingiz uchun. Hammalarga rahmat qilinglar.